Allah subhanahu wa ta'alaning "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum" degan so'ziga kelsak, bizga bu shu da'vatchilarning manhajidan bir manhajni berdi. Muhim bir nuqta, eng tayin muhim nuqta. Chunki yaxshilikni buyurib, yomonlikdan tusadigan Allohning manhajini ustiga omonat sifatida epmangan odam iman etmaydigan, mu'min bo'lmagan odamni o'zi ko'ngan botil harakatni sirtqa chiqarmoqchi bo'ladi. Buning vazifasi bu. Kishilarni xatolikdan chiqarish da'vatchining vazifasi. Mu'min bo'lmagan odamni botil harakatidan, ya'ni botil ish harakatlardan chiqarish haqiqatan bir tas ish bu uningga. Eg'ir keladi bu. Bir odamni kichik chaqadan tortib ko'ngan bir muhitdan o'zi yashayotgan bir jamiyatdagi o'zi odatlangan bir turmushdan tortib chiqish haqiqatan da qiyin. Chunki odatlangan narsadan chiqish o, ko'ngan narsadan yiroqlashish o. O'zining botil ustida ekanligini, hayotining xatolik ustida kechganligini e'tirof qilish o. Unda bo'lgandan bunda xatolikdan chiqmoqchi bo'lgan odam şu iman yolunu bayan qilgan odamga ko'zini ichib qaraydi u. Men bir hayotimda xatolashgan odam. Ama ben o'zimni xatolashgan deb qaramayman, men kallangiz iniq olsun. Men hayotda xatolikda yashayotgan bir odam. Ama hech kim men xatolik yashayotman deb anda yashamaydi. Hammadan o'zining qilganini to'g'ri deydi. Endi birisi kelib, bir da'vatchidan birisi kelib, menga da'vat qilib, tushundirish orqali mening xato yo'lda ekanligimni menga tushundirib, meni to'g'ri yo'lga yetakmoqchi bo'ladi. Men necha 10 yil, necha 20 yil bu yo'lda yashagan. Mushu muhitda o'sib cho'g'an odamman. Mening qanim, go'shim hammasi aralashib ketgan bu yo'lga. Bu meni boshqa yo'lga chiqarmoqchi. Menga bu eg'ir keladi. Lekin haqiqatligini tushundim. Lekin mashta vaqtida men nayda diqqat qilaman. Nimaga diqqat qilaman? Ma'u meni ma yo'ldan chiqib ketishga talab qiladi. Qarab baqay, o'zi qandaroq deb men oningga diqqat qilaman oningga men. Meni da'vat qilib chaqirgan odamga diqqat qilaman oningga men. Shu mushu meni chaqirgan, to'g'ri deb qargan shu yo'lni o'ziga tatbiq qilamdi, yo'qmi? Men hayotimda zakot bermadim. Bu meni da'vat qilib zakot berishning fazilati, mu'minning ustidagi zakotning vojibligini tashviq qildi menga. Men buningdan avval, buning gapiga kirishdan avval, zaten mushumi biramda bermamda mush zakotni degan nuqtada buningga qarayman men buningga. Ya'ni mushu xalqni yomonlikdan to'sgan mush odam o'zi degan narsada, ya'ni o'zi degan narsani tatbiqlamdi yo'qmi o'ziga? Tatbiqlasa, ya'ni bu meni zakotga chaqirgan odam o'zini zakot bersa, yaxshilikqa chaqirgan odam o'zini yaxshilik qilsa, bu odam meni qilgan da'vatida rostchil tatbiqlansa, bu yana mening aslidagi hayot harakatim bo'lgan botilga qaytishimga o'zroq qoladi menga. O'zi qilmaydigan narsani chaqirib turib, quruq gapga deblam o'zimning qilg'ashga yenib ketaman. Buning jinoyatning hammasi shu da'vatchiga, ya'ni o'zi diginga o'zi amal qilmagan, o'zi chaqirib atqanga o'zi amal qilmagan shu da'vatchiga keladi.